Assalomu alaykum do'stlar. Oxirgi 2-3 kundan beri Kipr muammosi bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda propaganda ketyapti. O'rta Osiyolik Turkiylarda haqorat qilingan narsalar, propagandalar ko'payib ketgani uchun bugun birozgina ochiqlama qilaman. Atrofga qaramay, birozgina vaqtim yo'q, ham sog'lig'imda birozgina muammo bor edi, lekin gapirib bermasam bo'lmaydi deb kamerani ochdim. Xullas, Qibris Turkiy Jumhuriyat bor, avtonom. Shimoliy tarafi Turkiyada, janubiy tarafi Yunoniston tarafida. Xullas, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston davlatlari Yunoniston tarafini Yevropaning manfaati uchun tan oldi. Chunki do'stlar, biz rivojlanishimiz kerak. Bizni ekonomik muammolarimiz to'lib yotibdi. 7 millionga yaqin migrantimiz bor bizning. Bularni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti davlat. Rossiyadan deport qilib jo'natilyapti, bilasizlar. Koreyaga ishchini jo'natish yoki bo'lsam Germaniyaga har taraflama davlat o'zi qiynalyapti. Qozog'istonda ichki muammolari bor. Yetmadi, shimoliy davlat ba'zi bir tuproqlarni qaytarib berasan deb talab qilyapti. Bu tahlikani hammamiz bilamiz. Ukrainadan keyin qaysi davlatga navbatligini. Qirg'izistonda ekonomik muammolari, Turkmanistonda biz elektrik gazimiz, biz yuksalishimiz kerak. Yuksalishimiz uchun bir kichik narsani qurbon qilib katta narsani olishga harakat qilyapmiz. Keyin ijtimoiy tarmoqda bizni so'kayotgan odamlarga e'tibor bermang. Ularda na tarixiy, na siyosiy ma'lumoti bor. Ular hissiyotga berilib ketgan. U Turkiyadagi ba'zi bir radikal odamlar telekanallarga chiqib olib, na siyosiy bilimi bor, siyosiy bilimi bo'lsa ham bilib turib ataylatan qilyapti. Ularga e'tibor bermanglar. Bu unutilib ketadigan narsa. Nimaga bilasizlarmi? Sulton Abdulhamidxon Istanbul shahrini qutqarib qolish uchun boshqa shaharda qurbon qilgan. Biladiganlar yozib ketsin, qaysi shahar ekan? Istanbul shahrini qutqarib qolish uchun. Ruslar kirib keladi, Istanbulni egallaymiz deganda Sulton Abdulhamidxon inglizlar, sizlar kelmasinglar, ruslar bu yerga keladi, ruslar bu yerda egallagandan keyin sizlarning butun planlaring buzilib ketadi deb ayyorlik qilib Istanbulni qutqarib qolish uchun boshqa shaharda qurbon qildi. Bu tarixda takrorlanadigan narsa. Keyin ba'zi bir joylarda qirg'iz birodarlarimiz xafa bo'lishyapti. Turkiya Qirg'izistonni qarzdan kechgan ekan yillar oldin, o'shani tilga keltirib gapirishyapti yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda tarqayapti. Hech xafa bo'lmanglar do'stim. Chunki turkiylar har doim bir-biriga yordam berib kelgan. Bu tarixdan takrorlanib keladi. Tarixda Buxoro Respublikasining birinchi prezidenti Osmon Xo'jao'g'li ham Anqara hukumatiga Qurtulush jangida 12 vagon tilla bergan. Mustafa Kamol Leylenga bir xat jo'natadi. Xat jo'natgandan keyin, "Yo'q, bizga tez yordam kerak" deb bir komanda qilib, jamoa qilib Leylenning oldiga jo'natishadi pul so'rab. Leylendan pul so'rashganda o'shanda Buxoro Respublikasining birinchi va oxirgi prezidenti Osmon Xo'jao'g'li ko'rib qolib, Leylen bilan ko'rishgandan so'ng bu mavzuda gaplashadi. "Men yordam beraman" deydi. Keyin Buxoro Jumhuriyati, ya'ni Buxoro Respublikasi bilganingiz Anqara hukumatiga 12 vagon tilla yordam beradi. Ya'ni Qirg'izistonga hozir yordam berayotgan bo'lsa, bu azaliy bo'lgan narsa. Turkiylar doim bir-biriga yordam berib keladi. Turkiyaliklar hozir Istanbulni qutqarib qolish uchun boshqa shaharda qurbon qiyordi. Ular qilganda siyosat, biz qilganda xiyonat emas. Bizniki ham siyosat, ularniki ham siyosat. Faqatgina kelajak uchun. Hozir tashalgan qadam O'rta Osiyo tashagan qadammi? Eng ko'p Turkiyaga foydasi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya orqali Xitoydan boshlanadi. O'sha yo'lga Yevropa pul ajratdi, 12 milliard pul. 10 milliard ajratilardi, 2 milliard bonus qilibdimi, nimadir qilibdi. Lekin buning eng katta foydasi Turkiya uchun. Turkiya rivojlanadi. Ya'ni bizning davlatlarimiz. Keyin u darajada yosh bolacha fikrlamaslik kerak ba'zi bir insonlar. Ko'ryapman. Turkiyadan bo'lmagan blogerlar ham chiqarib o'zbek bilan turkni urushtirish uchun siyosiy bilimi bo'lmagan bir etapga noto'g'ri ma'lumotni berib tashlayapti. Bir-biri bilan urush uchun. U yoqdan turklar hissiyotga berilib, har xil gaplarni gapiryapti. Sizlar e'tibor bermanglar. E'tibor bermanglar. Biz ertaga rivojlanganimizdan keyin agar Turkiyaning boshiga bir musibat tushsa, biz ham yordam berganimizni unutib yorishadi. Xuddi Ozarbayjonni kecha unutishgandek. Bugun bizga bo'ldi. Hech u narsalarga qaramanglar. So'kinib yozyaptim, e'tibor bermanglar do'stlar. Hissiyotga berilib ketdi xolos. O'zi turkiyaliklar hissiyotga yo'q. Tezda asab buzilib ketib qoladi. Biz urushqoq jangari xalqmiz, o'zbek, qozoq, qirg'izlar, lekin turkiyaliklarda ham hissiyoti anchagina yuksak. Birozgina gaz berib yorsiz tezda. Keyin ba'zi bir odamlar Kiprda ko'p shahidimiz bor, u bu deb gapirishyapti. Bilishmas ekan, men aytaman, tarixda yaqutlarni yarmidan ko'pini qirib olishgan. Qozoqlarda ham xuddi shunday, yarmidan ko'pini. Yana bir marotaba qulamaslik uchun O'rta Osiyo davlatlari rivojlanishmaydi. Men sizga bitta narsa aytaman. O'zbekistonda yoki bo'lsam boshqa bir davlatlarda dengizga chiqishi bormi?
Dengizga. Hech o'ylab ko'ring, bizni dengizga chiqishimiz bormi? Yo'q. Shunaqangi kimsalar bor O'rta Osiyoda. Biz turkiylar bir-birimiz bilan qardoshligimizni bilmaydi. Shunaqangi bir jo'rafiyada yashayapmiz. Keyin yana bitta narsa aytaman. Bu bugungi bo'layotgan narsani orqasidan so'kinib yozayotgan odamlarga qaramanglar. U ertaga biz rivojlanamiz, haqiqatan yordam berganimizdan keyin unutib qo'yadi. Men aytayapman. Qurolsiz jangga kirilmaydi. Oldin kuchayish kerak. Hozir turklar birozgina siyosat, nima deydi, hissiyotga berilib, so'kinib, keyin yana bitta narsa aytaman. Speaker anaqa o'rtada bo'ladi, tarafsiz bo'ladi. Lekin ba'zi bir turkiyalik jurnalistlarni ham ko'ryapman, chiqib turib, bizni nimaga sotdingiz, bizni nimaga bunaqa qildingiz, qardoshligimiz shu yergachamidi. Siz 70 yildan beri yo'q edingiz bu jo'rafiyada. Bu jo'rafiyada siz yo'q edingiz. Oxirgi paytlarda bir-birimizga yordam beryapmiz. Bu achinarli gaplar. 70 yildan beri yo'q edingiz degan gap. Hech kimga qarzdor emas. Hech kim qilayotgan siyosati uchun birovga ochiqlama bermaydi. O'zining manfaatlari bor. Hamma narsa siz istagingiz bilan bo'ladi degan narsa yo'q albatta. O'shuning uchun do'stlar xafa bo'lib o'tirmanglar, ular so'kinayotgan bo'lsa. Uzr so'rashni umuman keragi yo'q. Hamma bilib turibdi. Men ba'zan ko'ryapman, jurnalist global muammolarni kuzatadi. Bir mavzu qidirib yoritish uchun bir mavzu qidiradi. Doimiy kundalik muammolarni kuzatib yuradi. Bilib turib propaganda qilyapti. Men yana bir marotaba aytaman. Turkiyadan bo'lmagan Instagramdagi ba'zi Instagram profillari ham propaganda qilib ketyapti. Buni bilasizlar. Kanaliga kirib tekshiringlarda turkiyalik emas. Alfabet ishlatishidan farqiga borasiz. So'z jumla qurishidan farqiga borasiz. E'tibor bermanglar. O'rta Osiyo davlatlari rivojlanishi kerak. Qo'liga bir marta shans chiqdi, o'shalarda foydalanish kerak. O'shalarda foydalanyapti. Keyin biz davlatlarimiz kolxoz idorasi emas. 7 marta o'lchab keyin kesadi. Ular siyosatdan xabari bor, biznikilarda siyosatdan xabari yo'q deb kommentariyalar yozib, videolar chiqarib, xuddi sotqindek yoki xoyindek qilib yozib ketishyapti. Siyosatdan xabari yo'q odamlar. Turklarda siyosatdan xabari bo'lmagan odamlarga propaganda qilishyapti. O'zbek, qozoq, qirg'izlarda turklarga qarshi qishqirishyapti. Turklar bu yoqdan so'kinyapti, bu yoqdan keyin o'zbek, qozoq, qirg'izlar so'kinyapti. E'tibor bermanglar. E'tibor bermanglar. Bizni shu qardoshlarimiz birozgina hissiyotga berilgan xolos. Ertaga unutib qo'yadi. Muammo nimada bilasizmi? Biz zaifligimizda. Tezroq kuchayishimiz kerak. Tezroq kuchayadigan bo'lsak, har bitta qilayotgan siyosatimizni faqat qo'llab-quvvatlashadi xolos. Noto'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, xato bizda. Biz tezroq kuchayishimiz kerak. Bo'layotgan voqealar sizga motivatsiya bo'lsin. Keyin yana bitta narsa aytaman. Mana shu kitobda yaqinda tarjima qilishda aytgan kitobim Psixologik savash, psikologik savash, o'zbekchasi psixologik urush. Bu katta imperiyalarda qilayotgan o'yin propagandasini tushuntirib beradi. Hozirgi paytda urushlar jang orqali emas, propagandalar orqali ketyapti. Foydalanishyapti. Xalqni bilimi bo'lmagan qatlamiga propaganda qilishyapti. Oq propaganda, qora propaganda, gri propagandalardan foydalanib bitta davlat ekonomik cho'kishi, ichki nizolar bilan botib ketishini ta'minlaydigan rejalarini ochiqdan ochiq tushuntirib bergan. Men bu kitobni sizga tavsiya qilishim nimaga bilasizmi? Har bir jurnalist yosh, har bir siyosatchi bu kitobni o'qib chiqish kerak. Agar qaysidir birodaringizda moddiy imkoniyati bo'lmasa-yu, shunaqangi yo'nalishlarda o'qisa, shu kitobni sovg'a qiling. Arziydi. Kuchli bir kitob. Yillar davomida foydalanadi. Chunki hozirgi paytda buyuk imperiyalar shaxmat emas, shashka emas, shaxmat o'ynayapti. Biz bu shaxmatga tayyor bo'lishimiz kerak. Atrofda ko'rib turibsiz. Ba'zan bizning qardoshlarimiz bir-biri bilan qardoshligini ham bilmaydi. Turkiyizchni deydi. Turkiyizchni degani bu oddiy so'z emas. Turkiy degan so'zni tarixda foydalanib bordi xolos sho'ro hokimiyati. Biz haqiqiy turkiylarmiz. Tilimizni boshqa bir davlatdan olmaganmiz. Siz qardoshingiz bilan qarasangiz, tarjimonsiz bemalol gaplasha olyapsiz. Bu degani bitta millat degani. Faqatgina buni oddiy narsadek qabul qiladigan odamlar bor. Oramizda millatlar aro nizo chiqaruvchi kimsalar bor. O'shalarni chiqarayotgan ma'lumotlarga qurbon bo'lmaslik uchun shu kitobni bir qator o'qib chiqishingiz kerak. Bu kitobni ustida ancha ishlashdi, kerak bo'lsa narxiga aralashdik, chunki ko'p odam bilimli bo'lsin deb. 100 ming, 120 ming emas, 60 ming, 70 ming atrofida chiqishi aniq. Bir oydan keyin qo'limga kelib tashab ketishdi, kitob tayyor bo'ldi, birinchisi qo'limizda. Yaqinda chiqadi. Davlatingiz va millatingiz ravnaqi uchun bu kitobni o'qib chiqishingiz kerak.
Tushundingizmi? Agar yaqinda rivojlanishimizni ko'p narsalarda farqiga borib qurbon bo'lmasligimizni, Islom Karim aytgan gapi bor-ku, hali bizda ancha qovun pishig'i bor. O'sha ancha qovun pishig'ini tezda o'tib ketishimiz kerak. Ko'p qovun pishig'iga tushmasligimiz kerak. Ana o'shalarga yo'l ko'rsatilgan bitta kitoblardan bittasi. Albatta o'qishimiz kerak bo'lgan bitta kitoblardan bittasi. O'shuning uchun do'stlar, albatta o'qib chiqinglar. Salomat bo'linglar, ko'rishamiz.